O'shandan keyin o'qishga bormadim. Fanlarga bormadim. Faqat o'sha auksion ustida kechasi bilan ishlashni boshladim. Atlas School deb mirjalik ochgandilar. O'quv markaz o'sha yerda qolib kechasi chiroqlarni o'chirib, borligimizni bildirmay ishlardi o'sha yerda. Nega borligiga bildirmagan? Chunki davlat idorasi edi, mumkin emas edi u yerda qolish va ushlab olgan. Qorovul ushlab olgandi o'sha payt. Ushlab olganda, bo'ldi pasportinglarni beringlar, men sizlarni uchastkaga topshiraman degan. Biz mehnat qilib, harakat qilib, izlanib urinsak ham iloji bo'lmagan, keyin iltimos qilib biz o'sha kuni ruxsat olganmiz. Aytmay hech kimga, hech qanaqangi topshirmang bizni. Biz o'tirib ishlayapmiz bu joyda deb. Va ertasi kuni imtihon bor edi o'sha kuni. Kechasi bilan uxlamagandim. Ertasi kuni imtihon bor. Imtihonga borishim kerak dedimda, universitetga bordim. Ikkinchi qavatda imtihon bo'lyapti. Shundan kelib ozgina kutib turay dedimda, o'tirib stolda uxlab qoldim. Imtihon payti. Uyg'onsam o'tib bo'lgan imtihon. Qizig'i o'sha yili 50% dan ortiq talabalar o'sha fanni yiqildi. Introduction to IT degan fan edi. 50% talaba yiqilgan, ammo ular orasida men yo'qman. Men o'tganman o'sha fanni, imtihonga kirmasdan turib. Chunki ballar kredit tizimida yig'asiz. Masalan, darsda qatnashsangiz, vazifalarni bajarsangiz, nimadirlar qilsangiz, ball yig'ib boradi. Imtihonga yetarli bo'lgan. Imtihonga yetarli bo'lgan 50% dan oshgan. Keyin o'tib ketganman. Shunaqa qilib keyin qarasam, men pulim oqyapti ekan, o'zim emas. Xayrlashdim, oson bo'lmadi.